Assalomu alaykum Media.uz kanalining a'zolari. Bugun sizlar uchun juda qiziqarli bu video kimlar uchun deb so'rashsa, mayli bu videoni boshidan aytib o'tayin. Bu videoda kinobot e, yaratib, undan foyda ko'raman deganlar, hozirgi paytda ul dramalar, mini dramalar chiqqan. O'sha dramalarni maxfiy kanallarga bir oylik nima qilamiz, obuna sotib oling, bir oylik obunani sotib olib maxfiy kanalga kirasiz, sizga shunday tashiymiz deb o'tirgan insonlarning ishini oson qiladigan yangi premium kinobot haqida bugun gaplashib o'tamiz. Bu degani sizlarga katta foyda beradigan hamda avto ishingizda bemalol bajara oladigan kinobot hisoblanadi. Bu oddiy kinobotlar emas, balki premium kinobotlar. Bunaqa kinobotlarni bir ikki marta ko'rganman. Menga juda ham yoqqani uchun men shu kinobotni ishlab chiqdim va buni o'zimizning konstruktor botimizga kirgizib qo'ydim. Azizlar, unda gapni ko'p qilmasdan videoni boshlaylik va bu kinobot qanday ishlashini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda bot Finder-ga kiramiz. Mana aka bot Finder-ga kirib, new bot, yangi bot ochishni bosamiz. Bu botga qanday nom qo'yaman? Misol uchun tag premium film. Tag premium film. Undan keyin usernamesini aytyapti bot qidirish uchun. Film, ya'ni joy qoldirmasdan premium uz bot. Qanday nom qilishingizdan qat'iy nazar oxirida joy qolishi kerak. Endi jo'natamiz. Bu nomimiz band bo'lmagan ekan. Endi bizga kerakli narsa mana bu ko'k yozuvni ustiga shunday bosamiz. Va bizni keyingi qilayotgan ishimiz bu mana bu botga qo'shilish. Bu bot bot deb yozsangiz yoki konstruktor bot desangiz mana shu chiqib keladi. Bu botda ko'pincha arzon botlar hamda sifatli botlar ishlaydi. Arzon bo'lsa ham sifatli. Buning uchun hali men bu yerda start bosaman. Start bosdim. Men asosiy menyudaman. Bu yerda birinchi sizlarga tushuntirib o'tayin. Botga kirishdan oldin siz mana kabinetga kirib, hisobingizni to'ldirib olishingiz shart. Agar sizda premium obuna bo'lsa, siz botning yarim narxini da sotib olish imkoni hamda 30 kun emas 45 kunlik obunaga ega bo'lishingiz mumkin. Mana pul kiritishda bosasiz, Uzcard orqali to'lov qilaman desangiz shunday. Ya'ni o'zingiz asta-asta o'rganishingiz mumkin. Keyinlar mavzudan qochmaylik. Botlarni boshqarish bo'limiga kiramiz. Botlarni boshqarish bo'limiga kirgandan so'ng yangi bot ochishni bosamiz. Unda mana bu yerda media botlar degan bo'lim bor. Mana kinobotlar oldin eski botlarimiz bo'lardi, hozir ishlamayapti. Endi bu yerda media botlar bo'limini bosamiz. Qarang, bu yerda bizga ikkita bot ko'rsatyapti. Kino.uz bot hamda premium film bot. Kino.uz botning premium filmi hisoblanadi. Ekranning farqi bu oddiy bot. Bunda ham ko'pgina imkoniyatlar bor. Oddiy bo'lsa ham maxfiy kanal, zaifga kanal va turli kanallar. Misol uchun bilmoqchi bo'lsangiz, shunday bosib bilishingiz mumkin nimalar: majburiy obuna, ommaviy va maxfiy zaifga kanallar qo'yish imkoni, kino va seriallardan alohida kiritish. Agarda serial kiritayotgan bo'lsangiz, davomiy serial kiritayotgan bo'lsangiz, uni bemalol serialni qo'yib, bannerni qo'yib qo'yishingiz va qayta shu kodga, misol uchun birinchi kodga bitta kino kiritgan bo'lsangiz, o'sha birinchi kodga qayta siz kino kiritish imkoniga egasiz va bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qismlar bo'lib, bemalol sizni serialingiz to'liq variantda bitta chiqib o'tiraveradi. Misol uchun serialim to'liq bo'lsa, keyin qo'yaman yoki serialim birinchi kodga birinchi qism, ikkinchi kodga ikkinchi qism degan gap bo'lmaydi. Birdaniga sizga o'sha imkoniyatni beradi. Xabar jo'natish, statistika bilish, avtopost va kanallar qo'shib borish. Bu degani, misol uchun botga
botning kanalini ochasiz va har bir qo'shgan kinongizni banneri bilan bemalol chiqarib beradi. Kinolar nomini bilan topish imkoni bor. Kinolar nomi bilan topish imkoni bor. Kodini topib berasiz, kodni tersangiz bo'ldi. Mana-ki endi qaytamiz. Biz bugun sizlar bilan Premium bot haqida gaplashmoqchimiz. Premium bot. Mana-ki Premium botda nimalar qo'shimcha bo'lgan? Premium obuna vaqti, oylik yoki kunlik. Bu degani obuna vaqtini o'zingiz topasiz. Misol uchun 1 oylik obuna, 10 kunlik obuna, 2 oylik, 1 yillik obuna nomida chiqasiz. Qo'yishingiz mumkin. Kontent himoyalash. Misol uchun siz qo'shgan kino, botkasiz qo'ygan kinoni hech kim hech qayerga o'tkaza olmaydi yoki o'ziga saqlay olmaydigan imkoniyat. Hamyonlar, turli UzCard, hamyonlar, plastik kartalarni kiritish imkoniga egasiz. Bir narsani eslatib o'tay, mana-ki premium obuna bo'lganim uchun 45 kunlik menga beryapti bonus. Men 25 ming so'm narsani 12,5 ming so'mga olyapman. Bu degani tan narxi. Premium foydalanuvchilar uchun chegirma 50%. Mana bot yaratishga kiramiz. Endi ko'p gapirib yubordim. Balans orqali to'laymiz. Endi botingizni tokenini kiriting deyapti. Ana bu yerdagi ko'kni, mana ko'kni biz copyright qilib jo'natamiz. Azizlar, jo'natdik, qabul qilindi dedi va kutyapti. Mana bizga tayyor. Endi botga o'tishni bosamiz. Mana botimiz shunaqa joyda. Startni bosamiz va bizga admin panel, birinchi bo'lib admin panel ochiladi va bu yerda nimalar bor, o'shalarni sizga birma-bir ko'rsatib o'taman. Kinolarni kiritish, qo'shish, tahrirlash imkoni bu yerda. Bu yerda tariflar qo'shishingiz, obuna tariflari, hamyonlar kiritishingiz yoki kontent himoyalashni kiritishingiz imkoniga egasiz. Bu yerda maxfiy kanallarda qo'shishingiz, kanal o'chirishingiz va avtopost kanallar qo'shish imkoniga egasiz. Bu yerda obunachilarga xabar jo'natish imkoniga egasiz. Bu yerda esa statistikani bilishingiz mumkin. Foydalanuvchilar soni, premiumlar soni, kinolar soni, kanallar soni, qo'shgan kanallaringiz soni, premium obunachilarning soni mana bu. Bu yerda user menyusiga kirsak, bu oddiy foydalanuvchi menyusi hisoblanadi. Bu yerga oddiy foydalanuvchi, boshqa bir foydalanuvchi nimani ko'rishi mumkin? Kino qidirishni qo'shishi mumkin, kabinetini ko'rishi mumkin. Misol uchun kabinetim aktiv emas deyapti. Premium olishni, hozir premium yo'q. Top 5 talik filmlarni ko'rsatadi va adminga yozishni avtomatik ko'rsatib yuboradi. Admin shunga xabar keldi deb adminning o'zi bog'lanish imkoniga ega. Mana qarang, hozir bu yerda lekin admin panelga o'tish joyi yo'q. O'shani bilib oling. Admin panelga o'tish joyi yo'q menyuda. Uni o'rniga bu yerda start deb bossangiz, to'g'ridan-to'g'ri admin panelga o'tasiz. Endi azizlar, birinchi qilayotgan ishimiz, biz sozlamalarga kiramiz va bu yerga obuna qo'shamiz. Misol uchun biz bir oylik obuna. Misol uchun 1 oylik obuna. 1 oylik obuna. Misol uchun obunangiz necha kun? 1 oyligimiz 30 kun. Obuna narxi. Hozir ko'p maxfiy kanallarda obuna bo'lish 50 ming so'm. Bu maxfiy kanaldan eng zo'ri shu. Mana obunangiz saqlandi deyapti. Tariflarni ko'rsangiz, mana-ki birinchi obuna narxiga chiqyapti. Mana keyin yana bitta obuna qo'shamiz. 10 kunlik obuna. Necha kun qo'shasiz? 10 kunlikka 10 kun qo'shamiz. Narxi 15 ming so'm. 15 ming so'm. Mana bu yerda ko'rsangiz 15 ming so'm bitta obuna chiqdi. Xohlasangiz obuna tarifini o'chirishingiz mumkin. Qaysi birini o'chirasiz deyapti. Bu yerda hamyon qo'shishni bo'lsamiz, misol uchun qaysi klikmi, UzCardmi, Humomi? Misol uchun Humo deb qo'yaylik. Raqam, xohlagan kartangizni raqamini kiritasiz. Mana saqlandi. Mana bu yerda karta raqami, yana qo'shamiz. UzCard qo'shamiz. Yana bu yerga kartamizning raqamini yozamiz. Yozganimizdan keyin mana hamyonlar bo'limiga chiqadi.
va bemalol hamyonni ayrimlarda o'chirish imkoniga egasiz. Bo'ldi, bu bo'limni tushundingiz. Endi biz ikkinchi qismga kiramiz. Ikkinchi qismda kinolar qo'yish bo'limiga kiramiz. Yo'q. Keling, kinolar qo'yishdan oldin kanallar bo'limiga kiraylik. Kanalga avtopost sozlash bo'limiga kiramiz. Avtopost sozlash nima? Avtopost sozlash bu siz kanalingizni, mana botingizni kanali. Siz har bir botga qo'shayotgan kinongiz kanalga chiqib turadi. Bu obunachilaringizni kanalga yig'asiz. O'sha kanalingizda yangiliklaringiz bormi, yangi chiqayotgan kinolaringiz yoki qo'ymoqchi bo'lgan kinolaringiz o'sha kanal hisoblanadi. Ommaviy kanal hisoblanadi. O'sha ommaviy kanalingizni nomi botingiz bilan bir xil bo'lishi kerak. Misol uchun Vmedia TV bo'lsa, Vmedia TV kanal va Vmedia bot. O'sha avtopost deb qo'yganim o'sha narsa. Botga har bir qo'yilgan kino nimaga chiqadi? Kanalga chiqadi. Uning uchun deyapti, kanal ID'sini yuboring deyapti. Kanal ID'sini biz qayerdan topamiz deb turishingiz mumkin. Uning uchun bu yerda ID desak, mana bu yerda mana bu chiqib keladi, qarang. User info bot degan bot chiqib keladi. Bu yerda chiqib kelganda biz mana bu channelni bosamiz, kanalni bosamiz. Endi bizdan aytyapti, qaysi kanalda ID'sini olmoqchisiz? Biz mana avtopost deb o'sha kanal ochib qo'yganmiz. O'sha kanalimizni ID'sini olmoqchimiz. Bu esa bizga ID'ni chiqarib beradi. Mana ki. ID'ni copyright qilamiz va botimizga qaytib ID'ni o'tkazamiz. Mana ki ID. Mana avtomatik ulandi. Endi kanallarda keyin gaplashamiz. Kinolar qo'shdi gaplashaylik. Birinchi kino qo'shish bo'limiga kiramiz. Va bu yerga ikkita kino film qo'shish bor. Sizda seriallar qo'shmoqchimisiz yo bittalik film deyapti. Seriallar qo'shilsa, uning alohida o'ziga yarasha funksiyasi bor, imkoniyatlari bor. Bittalik film qo'shmoqchi bo'lsangiz, uni o'zida alohida funksiyasi bor. Keling, hammasini bittadan ko'rib chiqamiz. Bittalik film deyapti. Bu kinoga kod bering deyapti. Misol uchun birinchi film deymiz. Bir kodini bir qo'yamiz. Endi bu nomi nima desa, Vmedia. Endi o'zimiz prosta qo'yapmiz. Endi siz kinoning nomini aytasiz. Endi aytayapti, bu kinongiz qaysi turga mansub bo'ladi deyapti. Premium kinomi yo bepul filmmi? Bepul deb qo'yamiz. Endi kinoga banner toping deyapti. Endi kinoga biz banner topishimiz kerak. Mana shu bannerni qo'shib qo'ydik endi o'zimizcha. Yo'q, buni qabul qilmaydi. Mana buni bosamiz. Endi telefonlarga unaqa funksiya chiqmaydi. Bunda chiqyapti. Bu yerda misol uchun mana shu filmni qo'shamiz. Press qilamiz va mana shuni jo'natamiz. Mana kino saqlandi dedi. Kino saqlandi. Saqlangandan keyin endi qarang. Kino kodi 1. Endi kino qo'shishni bosamiz. Kino qo'shish. Serialga nom toping deyapti. Serialga kod yozing deyapti. Ikkinchi qismli serial deymiz. Views deb nomlaymiz. Banner qo'shishimiz kerak ekan. O'sha bannerni yana qo'shamiz. Endi serialni jo'nating deyapti. Misol uchun bu serialni jo'natdik. Bu serial endi qarang, imkoniyati shunaqa. Siz xohlagancha serial tashlaysiz, keyin tayyor degan yozuvni jo'natsangiz, o'sha siz seriallaringiz avtomatik tushadi. Undan oldin sizga so'rayapti, har bir seriyaga so'rayapti. Mana bu seriyangiz premiumli qilasizmi? Bu qismini. Endi misol uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlar bo'lsa, birinchi qismini premiumli qilasizmi yoki bepul qilasizmi desak, biz bepul qilamiz. Endi
har doim birinchi qism kinolar bepul bo'ladi. Hozir ne qilamiz? Yana jo'natamiz. Qarang, men kod yozganim yo'q, prosta jo'natyapman. Buni ham bepul qilamiz bu kinoni ham. Endi bu kinoni premiumli qilamiz. Jo'natdim. Premiumli qilamiz. Va aytyapti, agar seriallarni qo'yib bo'lgan bo'lsangiz, deyapti, tayyor degan yozuvni yozing deb. Tayyor. Kino saqlandi. Kino saqlandi azizlar. Endi biz yana bir imkoniyatini ko'ramiz. Kino o'chirishga kinoni bosasiz va kino kodini bosangiz kino o'chadi. Kino kanallar bunda qo'yaylik. Statistikani bossak, mana bizga ikkita film joylandi. Bravo serial, bravo kino. Kino tahrirlash bo'limiga kiramiz. Misol uchun kino tahrirlash, men birinchi kinomizni tahrirlamoqchimiz. Nomini o'zgartirmoqchimisiz deyapti yoki premiumli kinoni bo'lsa bepul qiling yo bepulli kinoni premium qiling degan maqsadda kiritib qo'yibdi. Mana bunday qilsak kino premiumga o'zgartirildi. Endi bepul filmimiz premiumga o'zgartirildi. Yana nima ish qila oladi deb aytishingiz mumkin. Endi qarang. Biz sizga tushuntirdim. Nima ishlar qilishini tushuntirdim. Endi maxfiy kanal yoki ommaviy kanal qo'yishni ko'rib o'tamiz. Kanal bo'limiga kiramiz. Kanalda maxfiy bo'lsa ham, ommaviy bo'lsa ham ID'sini so'raydi. Biz aytgandek, mana ID. Endi biz bu yerda ommaviy kanalni birinchi qo'shib ko'ramiz. ID'sini oldik. Vastavit jo'natdik. Va linkini yuboring deyapti. Ayta ochib qo'yganmiz o'sha ommaviy kanallarning linki, mana bu linkini jo'natamiz. Linkini jo'natganimizdan so'ng o'sha qo'shildi. Majburiy a'zolikka qo'shildi. Endi maxfiy kanalni kiritib ko'ramiz. Maxfiy kanalni ham linkini bering deyapti. Biz yana channelga bosamiz. O'sha managa sinov maxfiy kanalni bosamiz va bu yerga bosib qo'yamiz. Endi bitta yana jo'natamiz va linkini jo'nating deyapti. Bitta maxfiy kanalni linkini bunday qilamiz. Kanal a'zolar qo'sh bo'limidan linkini qo'shib olamiz. Xohlasangiz zaifga olishingiz mumkin. Endi bilganlar biladi. Linkini jo'natamiz. Mana bo'ldi. Endi oddiy foydalanuvchi bundan foydalana olmaydi. Oddiy foydalanuvchi bo'lib ishlayapmiz va bu yerga kino qidirish topyapman, premium olish. Bizdan premium so'rayapti. Mana premium olmoqchi bo'lsangiz, premium foydalanuvchilar uchun deyapti kino. Keyin biz ikkinchi qismini ko'ramiz, serialni ko'ramiz. Mana serialimizda birinchi, ikkinchi qismlari bor ekan deyapti. Birinchi qismi manakay, ikkinchi qismi manakay va uchinchi qismi bu qism faqat premium obunachilar uchun ishlaydi. Azizlar, mana bemalol premium sotib olmoqchi bo'lsangiz bosasiz, Uzcardda mana to'lovini qilasiz va adminga to'g'ridan to'g'ri chek jo'natasiz. Chek jo'natsangiz, o'sha adminga boradi. Admin esa uni tasdiqlaydi, keyin biz premiumga a'zo bo'lamiz. Azizlar, o'shanday qilib premium obunalarni bemalol sotib olishingiz mumkin. Biz hozir o'tgan nimada kanallarni qo'shgan edik. Bu yerda biz kanallarni qo'shib nima qilgandik? Endi o'sha kanallar avtopol sozlash va kanalni qo'shuvdim IDlari bilan sal ishlamaganda esimdan chiqib ketgan nima bo'lgani sababi biz premiumni mana buni admin qilmagan ekanmiz. Botimiz admin bo'lish kerak ekan hammasiga. Buning uchun mana ularga kiramiz. Sinov botga o'sha bu boshqa ekan. Sinov
ommaviy kanalda, endi qaysi kanalda botga majburiy a'zolik bermoqchi bo'lsangiz, o'sha kanallarni admin qilishingiz shart. Botni admin qilmasangiz ishlamaydi, ish bermaydi. Tak добавить administrator bo'lsamiz, bu yerda bossak, mana botimiz chiqib keladi. Biz uni admin qilamiz. Bunga ham va Snow degan joyning maxfiy kanali bor. O'sha maxfiy kanalda ham admin bo'lish kerak bot. Agar admin bo'lmasa, botda ishlamaydi. Kanalga obuna yig'ish, majburiy a'zolik ishlamaydi-da. Hatto avtopost ham ishlamaydi. Avtopostga ham ulamagan ekanmiz. Avtopostga ham admin berishimiz kerak. U kanalga ham adminlik qilib yuborishimiz kerak uni. Manakay admin. Mana endi majburiy a'zolik ishlaydi. Mana bizga birinchi kinoni qo'yib ber desak, bizga o'sha a'zo bo'ling deydi. Buni bossak o'sha ommaviy kanalga a'zo bo'lamiz. Buni bossak esa maxfiy kanalga a'zo bo'lamiz. O'sha avtomatik a'zo qilib tashlaydi sizni. Avtomatik a'zo qilib tashlaydi. Buni kirsak, endi misol uchun bunga a'zo bo'lib, bunga a'zo bo'lmasak ham mana bunga a'zo bo'l deydi. Endi majburiy a'zolik ishlayapti. Endilikda biz avtopost ko'ramiz. Misol uchun bitta kinoni kiritib ko'ramiz. Keling, ana u birinchi qism, ikkinchi qismli serialimizni davomini kiritamiz. Misol uchun 3 ta qism joylangan bo'lsak, 4-qismini kiritmoqchimiz. Kino qo'yishni bo'lsamiz, o'sha serial bo'limini bo'lsamiz va kodni yozing. Biz o'tgan safar kiritgan kinomizni kodi 2 edi. Aytyapti. Eski serial topildi, qismlarni tashlang deyapti. Endi eski serialda bugun sizga yangi qism chiqqan, o'sha qismni siz tashlamoqchisiz. Misol uchun yana mana bu kinoni shunday yangi qism deb tashlaymiz. Manaki. U premiummi yo bepulmi? Xohlasangiz premium qiling, xohlasangiz bepul qiling. Va tayyor tugmasini bosdik buyrug'ini. Manaki avtopostga xabar keldi. Sizga xabar keldi. Yangi kinoni mana shu nomli film, serial, kino kodi shu, kino joylandi deb o'sha botning kanalining botiga yo botning kanalimi? Botning kanaliga xabar keldi. Endi tomosha qilishda bo'lsa, avtomatik chiqib keladi va siz premium bo'lsak, premium obunachisi uchun deyapti. Mana premium obunachisi uchun podelиться qilish imkoni bor va bu yerda himoyalash imkoni ham bor. Endi bemalol o'chirish imkoni ham bor. Shu narsani aytib o'tayman. Misol uchun tariflar desa, ayrim tarif sizga yoqmaydi. 10 kunlik yo 1 oylik tarifni olib tashladingiz. Tarif o'chirildi. Hamyonlar deyilganda Uzcard o'chirishingiz va bemalol ro'yxatda o'chirilganlar turiladi. Bemalol endi kanallarni ham chiqarib yuborishingiz mumkin. Misol uchun kanallar bo'limida kanallar o'chirishni bosasiz. Buni chiqarib tasha deyishingiz mumkin. Avtopostni almashtirmoqchi bo'lsangiz, boshqa kanalga almashtirmoqchi bo'lsangiz, o'sha yangi bir ID'ni kiritsangiz, yana almashadi. Azizlar, mana bor imkoniyat shu sizlarga bemalol ishlatishingiz va sizni ishingizni avtomatik bajarib beradigan oson bu bot, premium bot. Sog' salomat bo'linglar.